Assalomu alaykum. Bizani kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari, aziz vatandoshlar. Xo'p, bugungi manzilimiz Olmazor tumani Moyariq. Ko'pchilik Moyariq, Moyqo'rg'onni bitta joyda deb biladi. Zamona to'yxonasining orqasidagi mahallada bo'lyapti. Betonkadan taxminan 200 metrcha, 150 metrcha kiriladi. Xo'p, hovlimiz katta sifati qurilgan. Mashina kirmaydi, lekin ichkari kattagina hovli tashashgan. Men sizlarga boshidan tushuntirishni boshlayman. Like, podpiska esdan chiqmasin. Qani boshladik. Kirish eshigimiz kalitga eshik qilingan. Mashina qo'yishga ikkita joy bemalol. Ko'rasizlar, yashil hudud ham bor. Ikkita mashina bemalol ko'chaga qo'yaverasizlar. Shundoq kirishingizlar bilan prixoshka, o'ng qo'limiz bu tarafda. Katenniy xona qilingan. Buni hamma narsani kichkina kompaktga joylab qo'yishgan ekan. Va prixoshkaga shkaf qilib qo'yishga zo'r chiqqan ekan. Shunda kirishingiz bilan kattagina bitta hol, televizor ilinadi, mexi mebel qo'yiladi, zo'r joy bo'ladi. Buni bu yoqdan foydalangan holda hop dekorativniy oyna qo'yib qo'yishgan. Ikkinchi qavatga ko'tariladigan zinamiz, zinadan unumli tegidan foydalanib hojatxona qurishgan ekan. Niyat qilganlar bitta niyat qilib qo'ying, kamida shunaqa kottejda olib yashash domdan ko'ra, Xudo xolasa nasib qilsin. Oshxona zo'r chiqqan ekan, texnikalar qo'yilgan. Eshikni ochasizlar, surasizlar, kichkinagina kompaktgina oshxona, ovqat tayyorlanadi. Shundoq bu yoqqa divan kreslo qilinsa, olib kirib, o'tirib ovqatlanaveradi. Zal qismimiz qaranglar, kattagina. Hop, zal qismidan darja orqaga ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona qilingan ekan. Kichkinagina koridor, hovliga chiqadigan eshik qilingan va bu yoqda sanuzel qaranglar, kattagina zo'r qilingan. Va родительский спальня. Shundoq hovliga, letniy oshxonaga qaragan. Hovlini bitta ko'ramiz. Hovlini lekin yashil hududda juda chiroyli qilib qo'yishibdi. Ko'rasizlar, u yoqdan ham kirib bo'ladi. Bu oynalari katta bo'lib ochiladi. Yozda ochiq qo'yib bemalol toza havoda dam olib o'tirsanglar bo'ladi. Yashil hudud kattagina, eshik ham bu yoqda, ham bu yoqda bor. Hovliga chiqish uchun kattagina yashil hududimiz bor. Va letniy kuxnyamiz bor. Bu yoqqa kichkinagina stol yoki tapchani qo'yib bemalol o'tirsanglar bo'ladi. Endi ikkinchi qavatni bitta ko'ramiz. Faqatgina uyimizning podval qismi yo'q. Kottej bo'lgani uchun podval qilishmagan. Qani ikkinchi etajni ko'ramiz. Xudo xolasa uy narxini videoning oxirida aytib ketaman. Ikkinchi qavatga chiqadigan zinan juda zo'r boplashibdi. Chiroyli chiqasizlar, mana bu tarafi juda keng bo'lgan ekan, juda ham chiroyli chiqqan ekan. Qandillar ilingan, tayyor holatda. Chiqishingiz bilan koridorcha bo'lyapti, kichkinagina o'ng qo'lli balkon qilingan ekan. Qaranglar. Ko'chani navisi. Shuni ro'parasida bitta bolalar yotoqxonasi degan bo'ladi. Lyustralar ilingan, oynalar panoramli. To'g'rida bitta sanuzel tashalgan ekan. Bu yoqda xohlasanglar bitta zal qilasizlar, tepaga kichkinagina zal. Xohlasanglar bitta spalnik qilsanglar bo'ladi, tepli pol qilingan, plus registrga joy tashalgan. Hovlining tepadan ko'rinishi juda ham zo'r, quyosh bu yoqqa qarab botar ekan. Yaxshi uy, yaxshi narsada ishlatilgan, eshiklarni ham zo'rlarni qilishgan ekan. Va bitta tepada родительский спальня, ichida o'zini sanuzeli bilan. Zo'r chiqqani, niyat qilib qo'yasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like bosasizlar. Xudo xolasa narxi keladigan bo'lsa $200,000 so'ralyapti. Pastki raqamga qo'ng'iroq qilasizlar. Olmazor tumanidan hovli qidirib yurgan tanish bilishligiga tashlab qo'yasizlar.